Bu kremimizda ham 3D, uchtasi birda, ya'ni питательныйsi bor, tonalka и quyoshdan 45% saqlaydi, SPF bor. Xo'p, endi buni sizlarga surib ko'rsatib beraman. Bismillah. Chunki bu kremni o'zimizda sinab ko'rmaguncha men sotmayman deganman. Chunki menga o'xshagan problemni har xil tonalka, har xil pudralar tushmaydigan yuzlar bor deganman. Keyin buni o'qib chiqdim. Buni yuz atrofiga qo'lda surilar ekan, burun qismiga ko'pkada surilar ekan. Shunga men yuz atrofini qo'lda surishga ahd qildim. Qanchasiga ko'zimga bir tashladim. Farq etmaz. Tak, bismillah, boshladik. Voy. Qizlar. Zo'r yotyapti. Qaranglar, rangi kirar ekan o'zi. O'zi mana shu yuzinglarning tanasini rangini qoplab olar ekan. Moslashib olar ekan. Qorachadan kelgan qiz bo'lasizlarmi, oqdan kelgan qiz bo'lasizlarmi, yuzinglarning rangini qoplab olar ekan. Uni qilib berar ekan o'zi, qaranglar. Oldin питательный kremdan shunaqa surardik-ku. Voy qizlar. Nima deyapti bu? Voy. Qizlar срочный olinglar. Men sizlarga живой обзор qilib beryapman. Hech qanaqa effekt, unaqa narsalarda chiqayotganim yo'q qizlar. Burun qismini degan gubkada ishlatish kerak degan. Chunki men uncha tonalka tushmaydi qizlar. Qaranglar. O'zi yo'q bo'lar ekan. Keyin rosa suvga chidamli. Ana basseynga ko'p boramiz yoz kelsa. Shunaqada rosa chidamli ekan. Qaranglar, voy. Qizlar, tavsiya qilaman, olinglar. Do